alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mafia Comeback. Bugungi videomizda 10.000, 20.000 va 50.000 so'mlik akkauntlarni obzor qilamiz. Bularni sotib olish uchun sizlar shunchaki Telegramga kirasiz va unga Mafia joy tashlab pubgim deb yozsangiz, mening YouTube kanalim kelib chiqadi. Bo'lmasam biz 10.000 akkauntga boshladik. Hop, mana 10.000 akkauntimizga ham kirib oldik. Hop, birinchi o'rinda urovinini ko'ramiz. Urovini 18 ekan. Hop, endi inventarga kirsak, inventarda ikkita kiyim bor ekan, sumkaga skin yo'q. Tepa kiyimlarda shunaqa kiyimlar bor ekan, 3 ta pastset, oyoq kiyimlar yo'q. Shlepalardan bitta mana bunaqa legendarniy bor ekan, bitta bunaqa va mana bunaqa. Kaskalar yo'q, ochkilar bitta bunaqangi ochki bor ekan. Maskalar yo'q, ustoshlarini ko'rdik. Endi qurollarga o'tadigan bo'lsak, qurollarda hech qaysinisida yo'q ekan. Bu yerdan ham hech narsa yo'q. Qiziqroq popularslar bor. Bunaqa uy populars bor, shunday bunaqangi bor. Betlarda ko'rishlari mumkin. Mashinalarga keladigan bo'lsak, mashinalarga hech qanaqa skin yo'q ekan. Va shu bitta bunaqangi jest bor ekan. Mana 10.000 akkauntimizni ko'rib olishingiz mumkin. Bu akkaunt 10.000 ga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring, bo'lmasam biz keyingi akkauntga o'tamiz. Va mana keyingi 20.000 so'mlik akkauntimizga ham o'tib oldik. Hop, Urovinini ko'radigan bo'lsak, Urovini 38, Niki Itachi 0102 ekan. Hop, bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoqda Thompson bor ekan. Endi shu popularkasi 2 ekan. Hop, endi inventardan kiyimlar bor ekan, mana bunaqa kiyim bor ekan, PDP bor ekan, sezonda kiyimlari, bunaqangi ajoyib kiyim bor ekan bitta. Keyin kaskalardan bitta mana bunaqangi kaska bor ekan. Hop, ochkilar qiziq emas va boshqa kiyimlardan bitta bor ekan. Keyin mana bunaqangi ajoyib, keyin mana bu bor ekan. Ochkilar ko'rdik. Maskalardan bitta mana shu yaxshiroq maska bor. Tepa setlarga keladigan bo'lsak, mana bunaqangi bor ekan va mana maktab bor ekan. Maktab seti, keyin rock bor ekan. Bu ham yaxshi. Sumkalarga bitta skin, pastki setlardan bunaqa shortik va bu mana TDM set bor ekan. Hop, oyoq kiyimlardan bitta mana bunaqangi TDMga yaxshi bitta oyoq kiyim bor ekan. Hop, endi qurollarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda umuman skin yo'q. Bu yerda ham skin yo'q. Demirlarda bitta VSS skin bor ekan. Bu yerda Yumpi va Vector Thompsonga skin bor ekan, sochim o'ltag'da yo'q, qo'llanmagida yo'q. Pistoletlarda bitta mana bunaqangi pistolet bor ekan. Hop, mashinalarga keladigan bo'lsak, mashinalarga skin umuman yo'q ekan. Bu yerda jestlarga o'tadigan bo'lsak, mana bunaqangi jest bor ekan. Keyin qolgani sezondan RPN jestlari. Hop, parashutlar 9 ta parashut bor ekan, ko'rishlaring mumkin. Mana bunaqangilardan bitta bunaqa samolyotlar yo'q. Va bular ko'rishlaring mumkin. Molotlarida ham bu yo'q, orqa fon yo'q ekan. Hop, inventarda ko'radigan bo'lsak, inventarda popularkalar bor ekan o'zgina. Va boshqa arzirli narsa yo'q. Hop. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, akkaunt nechinchi RP'danmi? A7 RP'dan emas o'ynalar ekan. Hop, mana bu KDS 12 ekan. Oho. Hop, bu yerlarda bu 11 oylik akkaunt ekan. Yaxshi, 20.000 so'mga arziydi. Bo'lmasam bizda 50.000 so'mlik akkaunt. Keling do'stlar, 50.000 so'mlik akkauntimizga o'tishdan oldin shu videoga bitta like bosib qo'ying, kommentariy ham yozib qoldiring va eng asosiysi obuna ham bo'lib qo'ying. Bizning maqsadimiz tug'ilgan kunimgacha 500 ta bo'lish. Bo'lmasam keyingi akkauntimiz qani, go. Mana biza 50.000 so'mlik
akkauntimizga ham o'tib oldik. Bu akkauntimizning urovini 57 va o'ynalgan vaqt 3 yil, ya'ni 3 yildan emas o'ynalar ekan. Bo'lmasa inventarga kiramiz. Inventarga kirganimizda bizda 3 ta bunaqangi nima deydi, mifiklar bor. Va shunga o'xshash ustosh. Hop, inventarga kiramiz. Va bunaqa ustosh bor ekan, bunaqangi ustoshlar. Keyin bitta bunaqangi yoshroq ustosh bor ekan. Mana bunaqangi ustoshlar, ajoyib. Ustoshlari juda ham ko'p ekan. Hop, kaskalar 9 ekan. Mana bunaqangi ajoyib kaska. Mana bunaqangi kaskalar. Mana bunaqangi. Va yana boshqa kiyimlarda ikkita mifический bosh kiyim bor ekan. Bitta mana bunaqangi ajoyib bosh kiyim. Hop, qovoq. Keyin bitta bunaqangi qizil shlyapa bor ekan. Ikkita akula kalla. Keyin ochkilarga keladigan bo'lsak, ochkilar unchalik qiziq emas. Ko'p ochkilar bor ekan. Hop, mana bunaqangi maskalarda mana bunaqangi shunaqangi maskalar bor. Hop, mana ikkitadan tepa setlarni bunaqangi set bor, bunaqangi set. Mana bunaqangi pastroqqa tushirsak, bitta qizil futbolka bor ekan. Sumkalarda qanaqa sumkalar bor? Bunaqangi parsati, bunaqangi legendarniy, bunaqangi ajoyib sumkalar. Pastki setlardan bitta bunaqangi tizimga mos bor ekan va mana bunaqangi ham bor ekan. Winner. Pastroqda esa oddiy ustoshlar oyoq kiyimlardan bitta mana bunaqangi yaxshi oyoq kiyim bor, qolgani bo'lmaydi. Qo'lqop yo'q. Endi qurollarga o'tadigan bo'lsa, akamga bitta kuchaytiradigan bor ekan. M16 ga 2 ta, Skarelga 4 ta, M416 ga 1 ta, Grazaga 2 ta, AUK yo'q, QBZga 2 ta va Honey Badger degan qurolga bitta legendarniy skin. Bu yerdan M24 ga 3 ta skin, Koreyaga esa bitta skin, qolganiga yo'q. Bu yerdan eski 2 ta VSSga 2 ta, Qabulga 2 ta, SLRga ham. SLRga esa bitta. Samagalarga o'tadigan bo'lsak, Uziga bor 2 ta, UMPga 4 ta, Vektorga 2 ta, Thompsonga esa bitta kuchaytiradigan bor ekan. Tasisi oddiy. Thompson full ekan, adashmasam. Sochma miltiqlardan bitta mana bunaqangi va mana bunaqangi DBSga skin bor ekan, legendarniy. Hop, lamagalarda 2 ta pulemyotga skin, pistoletlardan mana bunaqangi pistoletga 3 ta skin va mana bunaqangi legendarniy skin bor ekan. Sovuq qurollar, ya'ni Skororodkada 3 ta skin, qolganida esa yo'q. Hop, endi mashinalarga keladigan bo'lsa, Uazikka yo'q, bunga yo'q, sedanga bitta bor ekan, Dachaga, mototsiklga yo'q, baggiga bitta bor, qayiqqa mana bunaqangi legendarniy skin, boshqalarda esa mana bunaqangi skin bor ekan. Hop, bu yerda jestlarda ikkita mifический jest, bitta mana bunaqangi ajoyib jest bor ekan. Qutuy va mana bunaqangi skin, qolgan bunaqangi ham bor ekan. Qolgan esa sezonni, ya'ni RPni jestlari. Mana bunaqangi nimaligini bilmadim. Parashyutlarga skin ko'p ekan, rosa ham. Bunaqangi bitta ekan, samolyotga skin bitta bor ekan, bombalarga ham ko'rishlaring mumkin. Va arqa fonlarga ham bor ekan. Keyin bo'ldi. Hop, mana bunaqangi inventorda 3 ta mana bunaqangi bor ekan. Bitta olsangiz, bitta kuchaytiradigan qurol ham olib olasiz. Va 3 ta mana bundan bor ekan. Keyin oddiy narsalar bu yo'g'i, 6 ta kichkina materialchi, qizil kristal bitta 50 ta mana bu kraska, 6 ta bundan 8 ta go'sht, ya'ni hayvonga va bitta ID karta ham bor ekan. Keyin RPga 2 ta bunaqangi voucher, bir kun qolgan ekan vaqti. Hop, yana nimalar bor bu yerda? Bo'ldi menimcha. Shunaqangilar va bu yuzlardan 4-sezonda yuzi ochilmagan ekan. Xo'p, yana endi esa RPlarni ko'ramiz. RPlar esa qaysi sezondan? M6 sezondan bas olingan ekan. Bitta RP ham olingan 6-sezonda.
Va endi bu qancha yillik akkaunt? 3 yillik ekan, boshida aytib o'tdim menimcha. Xo'p, endi unvonlar, ya'ni titullari 4 ekan, ikkita astiki, bitta 6 avlod tituli va unda biron titul bor ekan. 6 avlod bo'lsa, mana bular hammasi bor ekan. Mana bular hammasi ochilgan ekan. Ay, qayerga kirib ketdi? Bilasizlar, hop, milliy akkauntimiz ham to'liq obzor bo'ldi. Xo'p, buni aytganimdek Telegram kanalimdan olasizlar. Telegram kanalimni esa yo Telegramda qidirishlaring mumkin. Mafiya PUBG joy tashlangan albatta. Yoki Telegram kommentariyada silkasini qoldiraman. Keyingi akkauntlar bilan ko'rishguncha, xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.